Bekirayotgan joyda granat tashlashganda kuchuv qulon garay bo'lib qolgan. Kinoli bo'lgan, halok bo'lgan. Kuchuv qochib ketgan. Shu bilan biz 5-6 kun ichida yana qidirib topib, hammasini yarmini Qirg'izistonda, yarmini anaqada hammasi jay paytda halok bo'lgan terroristlar. Oradan bir oylik o'tgandan keyin bir ovchi xabar beryapti. Bir kuchuv kelib, haligi egasi halok bo'lgan joyda osmonga qarab uvillaydi deydi. Odam borsa qochib ketadi. Shunga haligi joyga odam chiqarib bir necha kun poylab kuchuvni topib, bunlarni oxirigacha davrasiga qo'yib qo'ydik. Kuchuvni egasiga endi bir ko'chani anaqasi berildi. Egasiga yordam ko'rsatildi. Bularni xizmati juda qattiq.